Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, qadrdonlar. Yana bir xonadonimiz Tunuka fohishini Buloqboshda o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga necha pulga bitganini, necha kvadrat bu xonadonimiz bo'lganini ko'rsatib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Buloqboshidagi ishimiz o'z nihoyasiga yetgan. Bu xonadonimizni Tunuka fohishini chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu xonadonimizning ko'cha shatkasi uzunligi 23 metr, 88 sm, duvoldan tarnovda chekasigacha bo'lgan holati. Xonadonimiz o'sha kvadrat 200 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Hozir 200 kvadrat tunaka qayerlar bo'lganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hoppa. Mayli, Buloqboshidamiz. Travertinchi akalarimiz bor ekan, travertin qilishyapti. Mabodo travertin xizmatlari kerak bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'cha tomonimizni shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. U sariq skoch bo'ladi travertinniki. Agar mana shu bo'lgan bo'lsa, travertin qilayotgan akalarimiz shunaqa qilib skochlar akkuratni chiroyli qilib berishar ekan. Va ichkariga kirganimizda, ichkarimiz darvozaxonamiz 360 ga 560 lik darvozaxonamiz. Shunaqa ko'rinishda, chiroyli ko'rinishda qilib berganmiz. Bitta oyna rombi qilib berganmiz o'rtasiga. Eniga 360, uzunligi 560. Shunaqa ko'rinishda, chiroyli holatda qilib berganmiz. 200 kvadrat ichida bu joyimiz ham bor, ko'cha tomonimiz. Va ichkariga kirganimizda uzunligi 47 metrlik, uzunligi 47 metr, 130 sm duvoldan tarnovda tagigacha shunaqa ko'rinishda divayni fasonimizdan qilib berganmiz. 130 lik, bu burchakdan bu burchakgacha va aylanasiga narigi tomonigacha 47 metr, 130 lik. 200 kvadrat ichida bu ham kiradi. 200 kvadrat ichiga bu ko'ripimiz ham kiradi. Akfani tepasi, ko'ripimiz ham tay tomoni. Polni tunaka ishlatilgan joyki 200 kvadrat bo'ladi. Metrlarni aytib o'tdim. Bu xonadonimizda o'sha kvadratda 200 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Bitta oyna rombi qo'yib berganmiz. Hammasi bo'lib, jami bo'lib 27 million 400 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Uy egasidan hech narsani olmagan holatda hamma yo'lda olib kelib 27 million 400 mingga tayyor qilib berganmiz. 200 kvadrat tunaka ishlatgan holatda. Bu 200 kvadrat ichida mana imенно shu fasonimiz bo'ladigan bo'lsa, hamma yo'g'i keladi. Lesasi, usta haqqi, dastavka, samarasi, lesa, tunakasi, nimakisi bo'lsa, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Keyin ko'p savollar bo'lyapti. Darvozaxonamizda mana bu tillalarimizni qo'yamiz. Tillalar alohida bo'ladimi deydi. Bu alohida bo'lmaydi. Bu ham tunakani hisobiga kirib ketadi. Shu darvozaxonamizga misol 100 ta ketgan bo'lsa, 10 ga 10 bo'ladigan bo'lsa 0,1 1 kvadrat tilla tunakamizdan ketgan. U ham ichida bo'ladi, o'sha 200 kvadrat ichida hisoblanadi. Shunaqa ko'rinishda chiroyli holatda qilib berganmiz. Travertinchi akalarimiz qilyapti. Bu joyimizga skoch yopishtirib olgan. Shuvoq bo'lmagan bo'lsa, shuvoq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana shuvoqqa qatirgan bo'lsak, keyin travertinchilar shunaqa skochlarni yopishtirib, akkuratni chiroyli qilib, bu tunakamiz ham misol holatini yo'qotmaydi, kir bo'lmaydi. Artib tozalab qo'ygandan keyin chiroyli holatda qoladi. Xizmatimiz vodiy bo'lib 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.